Onaxon opa, Hop, assalomu alaykum. alaykum assalom. Tuzingmisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Uydagilar tuzingmi? Rahmat, Xudoga shukr. Telefon tushib bo'lmayapti-da. Sizga oxiri telefon qildim. Charchamayapsizmi o'zingiz? Yaxshi, rahmat. Ha, raddomda ishlardingiz-a? Ha. Qo'pish kelibdi. Qayerda? Qo'pish kelibdi raddomda. Qo'shtepadagi raddomda, ha? Qo'shtepadagi. O'tgan haftaligi xodimlaringiz men kelinim keshirva bo'luvdi-da. Ha. Shunga keshirva bo'lib ozgina muammo bo'lib qoldi. Hozir borib janjal qilaman desam, to'xtang Gulnoraxon bu yerda katta javob beradi hammasiga deb sizni nomeringizni berishdi, opa. Kim beradi? Ashitdagi bitta oq xolatli xotin bor-u. Bilmayman, men oddiy o'shalar qator ishlaydigan hamshiraman. Qanaqasiga men javob berar ekanman? Yo, Asha opa ko'proq narsani tushunadi dedi. Hali kechirva qilayotgan paytda hali qizni telefoni tushib ketgan. Kelinim ichiga telefon tushib, virus kirib ketgan. Telefonni oqtaryapmiz, endi ichiga kirib ketgan. Yopib qo'ygan uni hozir. Endi hozir qorni zing'illayapti. Uni eri telefon qilyapti-ki, uni qornida telefoni qolib ketgan deyapti. Qanaqa qilib yana endi odamni ichini ochavermaydi-yu hali opa. Voy, to'g'ri gapiring. Men kechirva qilmasam, men oddiy hamshira bo'lsam, siz kimsiz o'zi? Qaytlaysiz? Men tanishtirmoqchiman sana. Qaytling? Ashradimda orqasida mahallada turamiz-da. Biz yangi ko'chib kelganmiz Qo'shrovatdan. Bilmayman, bo'lmasa men tanimadim. Menga telefon qilmang. Meni tanidingiz, men bilan gaplashgansiz, opa. Men bitta oddiy hamshiraman. Siz aytdiki, больницаga chiqib, aytdi doktorlari bor, operatsiya qilgan doktorlar bor. O'shalar bilan gaplashing. Yo, men sizga doktorsiz demayapman. Ashular aytdiki, Gulnoraxonga aytsangiz dedi, hammasini hal qilib beradi deyapti. Haligi kechirib bo'lganda nima narkoz bergan, bir narsa berganda, haligi qizni qo'lidagi telefoni tushib ketgan qonniga. Endi eri telefon qilyapti-kan, haligi telefon meni kelinimning ichida-da hozir. Men hal qilmayman. Men hozir ishga ham borganim yo'q. Men uydaman hozir. Kim nomerimni bergan bo'lsa ham, boshqa больницаning ichiga chiqib, boshqalar nomerini oling. Abdusalom qayerda o'g'lingiz? Voy. Nima qilasiz o'g'limni? Abdusalom o'ziz o'g'lingiz bo'ladi-a? Opa. Pauza yo'q bunda aytgancha. Nima? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Gulnora opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ha, opajon, bugun tug'ilgan kuningiz ekan. Ha, rahmat, Xudoga shukr. Shunga bir tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab qo'yaylik dedik. Xudoga shukr, rahmat. Sog' bo'linglar, lekin sizlarni tanimayapman. Haligi kelinimni ichida telefon qolib ketgan, ashuni chiqarib bering, opa. Opajon, Chiqarib beraman. Men bilan hazillashmanglar, boringlar. opajonim, Abdusalom o'g'lingiz nomidan tug'ilgan kuningizga hazil prank bo'ldi. Tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Bu Instagramdagi sher pozitiv. Haligi qiz bolalarning ovozini qiladigan bola bor-ku, ashimanda men. Voy xudo. Yomon hazillashtiring lekin. O'g'lingiz aytdi, bir telefon qiling, hazillashib nima qiling dedi. O'shancha umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringiz. Qilmasligimni bilmabdi. O'g'lim kelsin, qulog'ini burayman. Unaqa men qulog'ini buraman, o'zi qulog'im buralgan deyapti u. Amalasa xursand bo'lib kelib oldim. Joningiz Xudo xohlasa, opajon, tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ketaveringlar, lekin juda qo'polroq hazillaring. Joningiz sog' bo'lsin, opajon, rahmat. Ha, kelaveringlar. Xo'p, Abdusalom o'g'lingiz nomidan bo'ldi. Sog' bo'lsin o'g'lim, baraka topsin. O'zi juda ko'proq hazil qiladi o'g'lim. Ayna qilgin deb aytdi-da, men ham nima qilay, opa? Tomog'im og'rib qopti, haqil ovozlar chiqadi. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar, rahmat. Xo'p.